Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana Abu Tayyib Qo'qon deydi. Qishli domimizdan 4-qavat 3 xonani 4 xona qilingan remontlari bilan kvartiramiz sotuvga chiqdi. Xolaganlar jihozi bilan olsin, jihozi bilan ham kelishaveramiz, jihozsiz ham kelishaveramiz. Bu mana yotoqxonamiz, ya'ni spanni mana. Bu ham ta'mirdan yangi chiqqan mana. Bu yerda ham televizorlar bor, jihozli olaman deganlarga. Hop, yotoqxonadan chiqsak mana detski, gazlar VIP. Bu yerda kladovkachasi bor. Bu mehmonxonasi mana. Parket pollar qilingan, MDF ishinglar o'rnatilgan. Bu yerga mana bitta detski qilib qo'yishgan mana. 6 metr verandali mana. Bu prixoshkasi mana. Bu dushi mana, yangi kafelar qilishdi yaqinda. Ekapen romlar o'rnatilgan. 6 metrli verandaga mana so'richa ham qilib qo'yishgan. Mana kuxnilargacha qilingan yangi. Narxiga kelib o'tsak, naqd jazma olaman degan xaridorga 24 ming ekan, bo'lishi jihozsiz. Jihozlari bilan 25 ming. Mo'ljal ekstrani yaqinida.